Assalomu alaykum. Hurmatli Vodiylik dehqon bola kanali a'zolari. Inshaalloh mana duga qilib ekkan tarvuzimiz ham o'sha ko'chatlarini tayyorlanishini qo'ygandik. Xudo xolisa bugun palaga otib ancha yurib qoldi. Bu yerga erta pishar. 90 kunlik nav ekilgan. Inshaalloh shu iyul oylariga pishib yetiladi. Hozircha holati yaxshi, zo'r. Bu yerdan video qilish imkoni juda kam bo'ldi, o'zimiz ham kam keldik. Shuning uchun endi mana palag otganda video qilyapmiz. Inshaalloh palagini tarab turibmiz xolos, boshqa ish qilganimiz yo'q. Va suvni qo'yyapmiz. Holati yaxshi, palaglari yopib, bir-biriga yetay deb qoldi. Mevalari ham ancha yiriklashib qoldi. Inshaalloh, Xudo xolisa. Shunaqa dehqonchilik qilayotganlarda hammasiga baraka bersin Allohim, ko'pga bersin, ko'p qatorda bizga ham bersin. Urinayotibmiz. Asalarlar ishlayotibdi. Shuni o'ylashaylik dedik. Xudo xolisa Vodiylik dehqon bola kanalini kuzatishda davom eting. Bundan da zo'r videolar chiqarishga harakat qilib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.